Salom do'stlar. Bilamizki, hozirgi kunda fan va texnologiya kundan-kun rivojlanib bormoqda. Shu jumladan, nafaqat avtomobilda telefonni Bluetooth tizimiga ulab gaplashish, balkim Skype dasturi ham o'rnatila boshlandi. Hozir shu haqda gapirib o'tamiz. Marhamat tinglang. Volvo kompaniyasi avtomobilga internetda matnli, ovozli va video aloqa dasturi bo'lmish Skype'ni o'rnatgan ilk avtokonsern bo'ldi. Biroq Shved markasi mashinalaridagi dasturning funksiyasi ovozli qo'ng'iroqlar bilan cheklangan. Skype bilan faqat 90-yillar seriyasidagi modellar XC90 crossoveri, shuningdek S90 sedani va Universal V90 jihozlandi. Dastur Skype for Business versiyasida multimedia tizimi bilan yaxlit holga keltirilgan. U uchun alohida ilova ko'zda tutilgan bo'lib, boshqaruv multimedia touchscreen, shuningdek ruldagi tugmalar yordamida amalga oshirilishi mumkin. 90-yillar seriyasidagi Volvo egalari Skype orqali qo'ng'iroq qilishi va qo'ng'iroqlarni qabul qilishi mumkin. Shuningdek, bir paytning o'zida bir necha suhbatdosh bilan konferens aloqani tashkil etish mumkin. Bundan tashqari, dasturda suhbatlarni yozib olish imkoniyati ham ko'zda tutilgan. Do'stlar, videomiz yoqqan bo'lsa, klass boshni unutmang. O'z fikrlaringizni esa kommentariyada yozib qoldiring. Kanalimizga a'zo bo'ling va keyingi chiqadigan videolarimizni birinchilardan bo'lib tomosha qiling.